ana bo'lganman, bu yergaman, qanday qarashlariga qarab ana qilganman, nima deb o'ylaydi. Shunaqa ko'p o'ylar edim. Keyinchalik moslashganimdan keyin shular qator, shu talabalar qatori shunday holatni o'qib yurganimdan faxrlanaman va bu yerdagi shart-sharoitlar juda yaxshi. Hozirgi kunda juda yaxshi. U domlalar bilan muomalam yaxshi, dars berishlari yaxshi, juda zo'r va talabalar o'rtasidagi yana ham iliqlik meni juda o'qishga nima deydi? Ishtiyoq orttirib bordi va hozirgi kunda juda qiziqishim yaxshiroq. Yaqinda prezidentimiz topshirig'i binoan kam ta'minlangan nogironlarni endi ishga joylash, endi kam ta'minlangan nogironlar bo'lmaydi, faqat hammasi ishga joylashadi.